20 iyun döşenbe günü bir türküm xalqaralıq advokatlar Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratilgan ig'ir jinoiy qilmishlarni sotlash chaqirig'ini qayta ta'kidladi va xalqaro jinoiy ishlar sotiga yangi paketlarni ta'minladi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, advokatlar o'tirg'i qo'ygan yangi dalil isbotlar xalqaro jinoiy ishlar sotining Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan zo'r ko'lamli kishilik huquq dafsandichiligini tekshirishdagi eng yangi tirishchanligi ekan. Yangi isbot 2018-yilda jazo lageridan qochib ketgan bir shohidning guvohligini o'z ichiga oladi. Guvohchi o'zining va boshqalarning qiyin qistoq qilinganligi va noma'lum moddalarni o'kil qilish orqali davolash tartiblariga majburlanganligi aytilgan. Amerika hukumati va bir qism Yevropa davlatlaridagi parlamentlar Xitoy hukumatini Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblagan edi. Kanada parlament a'zosi Sam Robre Kanada hukumatini Xitoy hukumati tomonidan ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar uchun harakat qilishga ilhomlantiradigan bir taklifni o'tirg'a qo'ydi. Kanada Yer shari va pochta gazetining xabariga qaraganda, Kanada parlament a'zosi Sam Robre Kanada hukumatini Xitoy hukumati tomonidan ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar uchun harakat qo'llanishga ilhomlantiradigan bir taklifni o'tirg'a qo'ydi. Kanada Yer shari va pochta gazetining xabariga qaraganda, Kanada parlament a'zosi Samre Zobre 2022-yil 6-oyning 20-kuni Avam palatasida Kanada hukumatining vatanidan ayrilgan va 3-bir davlatda yashayotgan 10 minglagan Uyg'urlarga panohlik berishga chaqirgan bir taklifni o'tirg'a qo'ydi. Egilishicha, bu taklif kuzda muzokara qilinadi va bilat tashlanadi. Yaqinqi bir necha yildan beri G'arb ellaridagi ko'plagan universitetlar Konzi institutini Xitoyning tashviqot quroli deb taqashga boshlagan bo'lib, oldingi kunlarda Finlandiyaning Helsinki universitetida Konzi instituti bilan bo'lgan hamkorlikni oxirlashtirdi. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirishicha, Helsinki universitetining muavin mudiri Xitoy rejimining Konzi instituti to'rini, ya'ni davomlashtirishni xohlaydiganligini, bu vaqtda maktab doiralari bilan aloqalashganligini, ammo o'zlarining bu turdagi hamkorligini davomlashtirmaydiganligini aytgan. Onundan boshqa Germaniyaning muavin ministri Benita Stark Watsingizmo bu vaqtda to'xtalib, Xitoy bilan yiroq orliq saqlash kerakligini, bo'libmi ilm sohasida texmi shunday qilish kerakligini ta'kidlagan. Qatar hukumati Amerika energiya shirkati ConocoPhillips bilan davlatning sharq-shimoldagi tabiiy gaz maydonini kengaytirish to'g'risida kelishim imzolanganligini e'lon qildi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotida o'tir musofirlik ballistik boshqariladigan bombani sinab qilishning muvaffaqiyatli kelib berilganligi ko'rsatildi. Bayonotda boshqariladigan bomba sinoqining mudofaa maqsadida ekanligi va hech qanday davlatni nishonlamaganligi bayon qilindi. Xitoyning bu sinoqining 6-ballistik boshqariladigan bomba qarshi sinoq ekanligi, boshqariladigan bomba sistemasining atmosfera sirtidagi nishonlarga zarba bera oladiganligi o'tirg'a qo'yildi. Hong Kongning simvollarining biri bo'lgan Leylimi restoranining 6-oyning 18-kuni Janubiy dengizda boshqa rayonga yetkilayotganda nachar havo rayi sababdan cho'kib ketganligi e'lon qilindi. Egilishicha, taxminan 80 metr uzunlikdagi Leylimi restoran 40 yildan ko'proq vaqtdan buyon kanton taomlari mulozimati sunib kelgan. Ayol podshoh Elizabet II va Tom Cruise qatorliq dongli ismlar uning xaridori bo'lgan.